Tashxis qo'yishning bakteriologik usullari, qo'zg'atuvchining biologik xususiyatlari, anaerob sharoitda o'sishi, haroratga vegetativ shakllarning kam chidamliligi va sporalarning ko'p soatlik qaynatishga chidamliligini hisobga olgan holda tekshirish materiali anaerob mikroblarni o'stiradigan kittarosiy muhiti, Xottinger bulyoni, pepsin, pepton kabi oziqli muhitlarga ekiladi. Keyinchalik muhiti bo'lgan bitta flakon boshqa mikroblardan ozod qilish va qo'zg'atuvchini ya'ni sporalarni toza kulturasini olish uchun 1 soat davomida 80 gradus suv hammomida qizdiriladi. Boshqa flakon esa qo'zg'atuvchini aralash kulturada o'stirish uchun qizdirilmaydi. Qo'zg'atuvchini 10 sutka va undan kam ham ko'proq vaqt davomida odatdagi termostatda 30-35 gradus haroratda, vazelin qatlamidagida yoki havosi nasos yordamida yoki kimyoviy usulda so'rib olingan mikroaerostat kichik havosiz muhitda o'stirish zarur. Botulizm tashxisida sichqonlarda biologik sinama hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bemordan olingan material bilan zararlangandan keyin 48 soat o'tgach nazoratdagi guruh sichqonlarning o'lishi vrachga tashxis qo'yishga yordam beradi. Bakteriyemiyaning yetarli emasligi, tekshirish muddatining kechligi va natijaning kech olinishi tufayli bakteriologik usul kam ahamiyatga ega. Ko'pincha laboratoriya tekshirishlardan ijobiy natija olinmasa-da, botulizmning xarakterli klinik belgilari mavjud bo'lsa, klinik va epidemiologik ma'lumotlarga asoslangan holda botulizm tashxisi qo'yilishi mumkin. Davolashni laboratoriya tekshirish natijalari olinmasdanoq boshlash zarur. Botulizmga gumon qilingan bemor albatta yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishi shart. Bemor shifoxonaga, hattoki poliklinikaga murojaat qilganda ham zudlik bilan uning oshqozoni 2-4% natriy gidrokarbonat eritmasi bilan yuviladi va sifonli huqna qilinadi. Bemorga botulizmga qarshi antitoksik zardob bilan davolashga iloji boricha erta kirishiladi. Bemorga tayinlangan antitoksik zardob miqdorini kiritishdan oldin kam miqdorda zardob bilan desensibilizatsiya qilinadi. Kasallik boshida qo'zg'atuvchining qaysi turga mansubligi aniq bo'lmagani uchun A, B, E monovalent zardoblar aralashmasi yuboriladi. A turdagi zardob 10 000 15 000, B turdagi zardob 5 000 7,5 ming, E turdagi zardob 15 000 ta'sir birligida yuboriladi. Zardob dastlab 37 gradusgacha ilitiladi va venaga yuboriladi. Botulizmning og'ir shakllarida zardob shu miqdorda yana 1-2 marta 6-8 soat interval bilan yuboriladi. Zardobni takroran mushak orasiga yuborish mumkin. Avval 1:100 nisbatda suyultirilgan zardob bilan teri ichiga sinama qo'yiladi. Allergik reaksiya kuzatilmasa, teri ostiga 0,1 ml suyultirilmagan zardob yuboriladi. Bu miqdorga ham reaksiya kuzatilmasa, 30 minutdan keyin davolash miqdori to'liq venaga yoki mushak orasiga yuboriladi. Ijobiy reaksiya kuzatilgan hollarda teri ostiga suyultirilgan zardob 20 minut interval bilan 0,5, 2 va 5 ml miqdorda yuborish yo'li bilan desensibilizatsiya qilinadi. So'ngra 0,1 ml suyultirilmagan zardob yuboriladi va 30 minutdan keyin zardobning hamma miqdori yuboriladi. Allergik holatlar kuzatilganda bemorga dimedrol, pramidol, efedrin va gidrokortizon tayinlanadi. Qo'zg'atuvchining turi aniqlangandan keyin tegishli monovalent zardoblar qo'llaniladi. Dezintoksikatsiya maqsadida venaga tomchilab gemodez, polivinol pirolidon, glyukozaning 5% eritmasi va boshqalar ishlatiladi. Bu preparatlar turli toksik moddalarni adsorpsiyalash va asidik bilan chiqarish xususiyatiga ega. Organizmga kiritilgan suyuqliklarning umumiy miqdori sutkada 3 litrgacha bo'lishi mumkin. Bir vaqtda asidik haydovchi preparatlar ham tayinlanadi. Ichaklarda bakteriyalarning vegetativ shakllari hosil bo'lishining oldini olish uchun leomisin suksinat natriy qo'llaniladi. Bu preparat mushak ichiga 1 gramdan sutkasiga 3 marta 8-10 kun yuboriladi. Pnevmoniya va septik kasalliklar asoratida mikroorganizmlar turiga qarab antibiotiklar buyuriladi.
Yurak qon tomir faoliyati buzilganda kofein 10% 1 ml, kamfora 20% 2 ml, kardiamin 25% 1 ml yoki efedrinning 5% 1 ml eritmalari qo'llaniladi. Yuqori nafas yo'llari falajlanishi yopilishi tufayli asfiksiya rivojlanib, yuqori nafas yo'llari falajlanishi tufayli yopilishi natijasida asfiksiya rivojlanib borganda traxeostomiya o'tkaziladi. Bu asfiksiyaning keyingi rivojlanishini to'xtatadi va nafas yo'llaridan shilliqlarni so'rib olishga imkon yaratadi. Bunday hollarda bemorni o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasi yordamidagina saqlab qolish mumkin. Ayrim hollarda 2-4 haftagacha sun'iy ventilyatsiya qilish mumkin. Botulizm bilan og'rigan bemorlarda ovqat yutishning buzilishi tufayli normal ovqatlanish qiyinlashadi. Shuning uchun ular zond yordamida ovqatlantiriladi yoki organizmga parenteral yo'l bilan yetarli miqdorda suyuqlik va oziqlantiruvchi moddalar kiritiladi. Ich qotishi huqna yordamida bartaraf qilinadi. Vitaminlar. Askorbinka B guruh vitaminlari tayinlanadi. Bemor kecha-kunduz kuzatib boriladi. Faol immunitet hosil qilish uchun ularga 2 ml miqdorda A, B, C, E turidan 0,5 ml miqdorda 5-7 kun interval bilan 3 marta anatoksin yuboriladi. Anatoksinni zardob inyeksiya qilingan joydan uzoqroq joyga yuborish zarur. Kasallik oqibati jiddiy bo'lib, hatto hozirgi kunda davolashning zamonaviy usullari mavjud bo'lgan bir vaqtda ham o'lim hollari 15-30% gacha uchraydi. Shifoxonada davolanish 1-2 oy davom etadi. Kasallikning og'irligini aniqlovchi asosiy belgilar nafas olishning buzilishi, dizartriya, disfagiya, oftalmoplegiya kabi holatlar yo'qolgandan keyin 7-10 kundan keyin bemorga shifoxonadan chiqishiga javob berish mumkin. Profilaktikasi va o'choqda o'tkaziladigan tadbirlar. Sabzavotli, baliqli va go'shtli yarim fabrikantlarni tayyorlash, transportirovka qilish, saqlashni sanitar nazorat qilish hamda mahsulotlarni konservalash rejimiga rioya qilishga alohida ahamiyat berish kerak. Konservalarni iste'mol qilishdan oldin tekshirish, bombajli bankalarni esa yo'q qilish zarur. Aholi orasida mahsulotlarni uy sharoitida konservalash qoidalari haqida tushunchalarini olib borish, uy sharoitida yopilgan qo'ziqorinli sabzavotli konservalarni iste'mol qilishdan oldin 30 minut davomida 100 gradusgacha qizdirish, botulotoksinlarni yo'qotish uchun botulotoksin bilan ishlaydigan shaxslar esa, ya'ni laboratoriya xodimlari 3 marta polianatoksin bilan emlanadi. Bunda birinchi va ikkinchi emlash oralig'i 45 kun. 3 oydan keyin 3-chi emlash o'tkaziladi. Kasallangan kishi bilan ovqat iste'mol qilganlarning barchasiga o'choqlarda profilaktika maqsadida botulizmga qarshi mushak orasiga A, B, E turidan 1000-2000 ta'sir birligida zardob yuboriladi. Bu kishilar 10-12 kun davomida tibbiy kuzatuvda bo'ladilar. Bakteriologik tekshirish uchun gumon qilingan ovqatdan material olinadi. Xavf tug'diradigan mahsulotlar iste'moldan chetlatiladi.